Assalomu alaykum hurmatli oilalar, xonadonlaringizdan fayz barakotlar ayrilmasin. Bugun gapiradigan mavzumiz rastarovka haqida, ya'ni xalq tilida xushqo'nmas o'simligi haqida gaplashamiz. Xushqo'nmasning tarkibida qanday vitaminlar mavjud? Vitamin B ning barcha komplekslari mavjud va vitamin E, vitamin C, vitamin K, vitamin A mavjud. Bundan tashqari selenarin, sibirin va sirikristin moddalari mavjud. Ular juda ham katta ahamiyatga ega. Hop, jigaringiz yalang'langanmi? Jigaringizda yog' bosganmi? Gepatitingiz bormi? Serozingiz bormi? Ha? Gastritmisiz? Kolitmisiz? Pankreatitmisiz? Qo'rqmasdan iste'mol qiling, choy qilib iching, ag'ayin. Dolalar to'lakmi, ha? Agrotengizda chiqadi-ku, borasida ketmonni dars etib orqasidan urib chopib qo'yasiz. Cho'psangiz yaxshi qilibsiz. Endi alingda sayiga chiroyli qilib quritib qo'ying, ha? Keyin mazza qilib asalchalarni qo'shib choy qilib iching, ag'ayin. Nimaga e'tibor bermaysiz? Nimaga jaraq-jaraq pulingizni borib aptekadan dori olib yo'q qilaverasiz? Doriga ham qarshi emasmiz, lekin tabiat inom qilgan bu o'simliklardan unumli foydalanish kerak-ku. Foydalaning, ag'ayin. Qachongacha g'iybat bilan mashg'ul bo'lasiz? G'iybatdan tiyiling. Ro'za oyidamiz, muborak oyidamiz, barakotli oyidamiz. Qachongacha aytib yurasiz? Amir Temurning avlodiman, Bobur Mirzoning avlodiman. To'g'ri, biz ularning avlodimiz. Ular dunyoning ustuni bo'lgan, ilm va ma'rifatning ustuni bo'lgan. Siz bilan biz nima qilyapmiz? G'iybatdan boshqasiga o'ta olmayapmiz. Farzandim nima qilyapti? Nima bilan mashg'ul bo'lyapti deb bir tergab qo'yib, ilm olishiga bir turtki bo'ling. Zero mana shu vatan, mana shu yurtning kelajagi siz va bizning farzandlarimizning qo'lida, ag'ayin. Salgina yomon ishlardan tiyilib, ro'za, Ramazon oylarida chiroyli bir marhamatli, saxiy bo'lib yaxshilik qilishlarga harakat qilaylik. Mahmudxo'ja Behudining bir gaplari bor. Voy va azag'a sarflaydigan aqchalarimizni biz Turoniylar ilm va ma'rifat yo'liga sarflasak edi, Yevropaliklardek taraqqiy etardik. Ag'ayin, taraqqiyot esa farzandlarimiz va bizning qo'limizda. Ko'proq ilm olishga